Xotini o'g'li haydovchisi Samarqandda hokimlar rasmiy delegatsiya safiga bola-chaqasini qo'shib jo'natdi. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumani va Kattaqo'rg'on tumani hokimlari xorijiy davlatga safar qilgan delegatsiya safiga qonunga xilof ravishda o'z yaqinlarini qo'shib jo'natdi. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan Samarqand viloyatidagi mahalliy davlat hokimiyati organlarida xorijiy xizmat safarlari ular bo'yicha ma'lumotlarning ochiqlanishi va belgilangan tartib-taomillariga rioya etilishi o'rganilgan. O'rganish jarayonida viloyatning Qo'shrabot va Kattaqo'rg'on tuman hokimliklari mansabdor shaxslari tomonidan xizmat safarlariga yaqin qarindoshlari, shuningdek, safarga bevosita aloqador bo'lmagan xodimlar yuborilganligi holatlari aniqlangan. Xususan, Xitoyda Markaziy Osiyo davlatlarining professional fermerlari uchun tashkil etilgan seminarga Qo'shrabot tumani hokimining haydovchisi hamda hokimning o'g'li xizmat safariga yuborilgan. Bundan tashqari, Xitoyda tashkil etilgan qishloq xo'jaligini rivojlantirish va qayta ishlashni tashkil etish bo'yicha maxsus o'quv kurslarida Qo'shrabot tumanidagi sohaga aloqador hokimlik vakillari va fermer xo'jaliklar rahbarlari taklif etilganligi ko'rsatilib, 32 nafar shaxsdan iborat delegatsiya tarkibi taqdim etilgan. Biroq ro'yxatni o'rganish davomida ayrim delegatsiya vakillari, jumladan tuman hokimining turmush o'rtog'i, hokimlik boshqa mansabdor shaxsining yaqin qarindoshi ro'yxatga asossiz ravishda kiritilganligi ma'lum bo'lgan. Shuningdek, ro'yxatdagi Qo'shrabot tumanidagi birinchi son texnikum xodimlari sifatida rasmiylashtirilgan bo'lib, aslida ular ushbu texnikumda ishlamasligi ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari, tuman hokimliklari tomonidan xorijiy xizmat safariga to'g'ridan-to'g'ri aloqador bo'lmagan xodimlarni yuborish holatlari mavjudligi aniqlangan.